dunyodagi eng zo'r quruvchi deb eshitdik. Shuning uchun namozgoh loyihamizga sizni taklif qildik. Rahmat, Adoshi, rahmat. Birga ishlaymiz bu yog'iga. Sizga ishchi biriktirib qo'yganman. Etib hamma ish bilan tanishtirib chiqadi, o'rgatadi. Kim o'ylasiz berasiz? Men shu loyiha arxitektoriman. Hay bo'lmasa ishi boshlaymiz. Qani mana ishchim, shogirdim. Bera keling. Zo'r loyiha ekan-a? Ha, undan tashqari loyihaning ichida maktab, bog'cha, do'konlar, undan tashqari ayollar, erkaklar uchun atdeni fitness zallar bo'ladi. Siz yoshingiz mos 70% yashil hudud bo'ladi bu yer. Zo'r loyiha. Shundimi? Oybek. Ginayim. Tanishgandan xursandman. Chapon qilib o'tirasan? Chap, nima u? Yo'q, mana ishdan tashqari oylikda u. Tushunyapsanmi? Armatura. Yo'q, unaqa narsalar kerak emas. Men halol ishlayman faqat. Kerak emas unaqa bu. O'zim qilamanmi deyman-da. Ha, yaxshi. Ketdik. Yuring, nariyoqlar ko'rsatdim. İpi. Ha, usta, kerak ketyapsiz. Mana u yoq qo'ymoqchi edim ular. Kerak qo'yasiz, yerda chiqib ketishlar, hozir olib keling beri. Ana yerda arma karkasida o'qiyman dedi-da. Ana tepada o'tib qo'yibdilar, qurilish bu yoqda bo'lyapti. Qayerdan keldi-a? Qaranglar. Ha, siz darrov chap qilmoqchi bo'ldingiz-a? Qachon chap qilmoqchi bo'ldingiz? Darrov unaqa ishlaringiz bu yerda qilmang, tushundingizmi? Ishlasangiz halol ishlang. Endidan sizni kuzatib yurayman. Agar darrovdagi narsa olib ketmoqchi bo'lsangiz, boshlig'iga kirib aytaman sizga. Tushundingizmi? Halol ishlang. Nima sen kazo'lmisan? Ha, kazo'lman. Beplana o'tamiz, beplana. Hozir men ana. Ale. Chorjon. Sizda bir ish bor. Qarochi, bir ish bor sizda. Armatura o'g'irlash kerak. Yo'q, men hozir bu ish bilan shug'ullanmayapman. Bitta chekishga berdim. Nimadir qo'yish? Chekishga 0.5 qildim, bo'ldimi? Yana nimadir qo'yish? Yarim topamidi. Men roziman. Shunday kirasizda, qo'lingizga tushgan narsani olasizda, orqangizga qaramay qochishingiz kerak. Tushundingiz? Orqangizga qaramay. Hech kim tuta olmasin sizni. Tutsalar lekin soladilar. Tushundingizmi? Marjonaxon, uzr, bezovta qildim. Mana modern house-dan men ham o'ymoqchiman, o'zim qurgan uylardan. Qanday olsam bo'lar? Problema emas. 70 oyga foizsiz, peniyasiz to'lab olishingiz mumkin yoki 100% oplata qilasiz, ikkinchi oyni biz sizga sovg'a qilib beramiz. Eng zo'ri kompaniyamiz rahbari Jamshid Mahmudovni Instagramlariga obuna bo'lasiz. Shapka profilida bioda Telegram kanalining linki bor. 7-oktyabr kuni Telegram kanalida taqdimot bo'ladi. Bu yoqda barcha obunachilarga ikkita to'liq ta'mirlangan uyni sovg'a qiladilar. Ana, shogird. Nasib bo'lsa namozgoh City baquvvat bo'ladi uylar. Nasib zo'r bo'lyapti. Avo. Ustalar ishlar tushuntirdingizmi? Avo, mas arma karkaslar to'y qo'yibdi ular. Zo'r qilyapti. Yaxshi bo'lmasa bu yoqda ham Hey, beraki. Hey. To'xta, nima bo'lgan? Oqay narsalar o'g'irlab qo'yibdi-ku. Ay, sani narsaga qo'y. Nangimga chora. Qara, kimliging ay? Kim aytsanga bu yerdan narsa o'g'irlab ketdi, ha? Qamataman seni qistama, tushundingmi? Alkashlar qo'y. Bor, nima qo'yaryapsiz buni? To'yinga ket. To'yinga ket. Qaytib kelma. Alkashlar, men desam ko'chada ichib yurgan odam. Men buni qayt narsa o'g'irlamaykan yetdimi agar qo'yarmaganingizda? Hay, bor ishingni qil, bor. Nangimga. Ko'ngli beqiliq. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Ajabsizlarmi? Shukr. Doktor amakingiz kelyaptimi? Kim kelyapti? Hey, bekor aytdingiz-da shu gapni. Yoshligida men qo'rqitib qo'yganman. Ana doktor amaking keldi, ana doktor ukol uradi deb. Miyasida qolib ketgan Tramma og'ang. Voy, jiyan doktor yo'q, hazillashdim. Ke, o'tir. Ke bermagan. Yo'l jinni. Jinni ekan-ku. Jinnamaki. Davay qizdan anaqasini so'rab keldik. Ha? Kattalar so'raydi, otang so'raydi. Endi qizingizni anaqasini so'rab keldik. Ha? Men birtada tentak. Qo'lini so'rab keldik demoqchi, sovchi. Ha, endi qiz bor uyda sovchi keladi-da. O tegma unga lo'laga berib yuboramiz uni. Kim? Nima deyapsiz?
Hep o'ylaydi. Shu lo'lada bekor aytdingiz-da. Shu yoshligida lo'liga berib jaraman deb qo'rqitganman. Endi miyasida qolib ketgan. Tiranma og'an. Lo'li yo'q jiyan, hazillashdim, hazil. Jinni amaki aldamadi unaqa. Yana nima bo'ldi? Sumak deb o'ylayapti-da, surnaydi. Yoshligida tiranma og'an. Sumak qisganda og'rigan. Bir so'rnayu jiyan, so'rnay. Surnaymi? Mana deb. Mayli. O'birtiringlar qani, o'birtiringlar. Olingizlar. Nega o'g'lingiz yemayaptilar? Ha, voy o'ylaylik. Biz mehmonga borganda anonimiz bor, parolimiz. Men bitib imashara qism olamiz, yo'q. Ha, ishorani qiling unda, yesin, o'tirmasin. Olam, davay, bas. Ya choy iching. Mana shu langardan chay. Rosa yaxshi ko'raman. Qashqadaryoda langar o'ta tog'da chiqyapti-da. Bismillah. Tuyaday chanqabdi, ha? Davay. Qizingni aniq qilay. Ha? Gaplashib ko'rak deyapti. Xullas, mana bachacha yoqdi menga. Nozgina tramachasi bor ekan, uni hal qilsa bo'lardi. Men rozi. Davarabki, kakacha ver boboga. Amaki men beraymi kakacha? Travma borda, travma. Film Komil Yormatov nomidagi kinostudiyada olinmadi. Langar suvi zakazi bilan olindi. Dublyajda aktyorlarda Like Bosiyev, kommentariy Yoziyev ishladi. Like bosmagan kaltak yeydi. Umid to'ying zo'r bo'ldi. Lekin nima love story qiling, qilmayman deganiding. Endi to'y hayotimizda bir marta bo'ladi. Orzu havas degan narsalar bor. Endi to'y hayotimizda bir marta bo'ladi. Orzu havas degan narsalar bor. Bo'pti, qilamiz. Xo'p, mayli. To'yda vals tushmayman deganing. Nimaga tushding? Xohlab qoldim. Endi biz zamonaviy, boshqacha dunyoqarashga ega odammiz-ku. Love story mayli, lekin biz vals tushmaslikka kelishuvdik-ku. Xohlab qoldim. Endi biz zamonaviy, boshqacha dunyoqarashga ega odammiz-ku. Ha, mayli vals. O'ktamni nimaga aytmading? O'ktam g'irt alkash-ku. To'yimga kelib, ichib hamma yoqda dabdalasini chiqarardi. O'ktam o'rtog'ingiz g'irt alkash u to'yimizga kelib ichib hamma yon dabdalasini chiqaradi. Oshna, gaplaring juda soxta. Kimdir o'rgatganda? Men u so'xishim bilan qildim. Hech kimning fikri menga qiziq emas, chunki men Erkakman. Siz hamma ishonadi. rostana. Hajara qaysi qiz bo'lyapsa? Voy, bila. Qog'oz olib kel.